O'zbek opera san'atkorlari orasida o'zining yorqin iste'dodi bilan dunyo hamjamiyati e'tirofiga sazovor bo'lib borayotgan yosh ijrochilar soni tobora ortib bormoqda. Ana shunday ijodkorlar orasida o'z o'rniga ega Aqlbek Piyazov O'zbekistonda ilk marta Italiyaning La Scala opera sahnasida ijod qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Bu haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Akasiga chin dildan havas Aqlbekni opera sahnalariga yetakladi. Uning ilk qadamlardan erishgan muvaffaqiyati bu maslahat o'z vaqtida to'g'ri bo'lganligining amalda isboti edi. O'zim men opera sohasiga birinchi bormoqchi emas edim. Sababi endi akam bor. Keyin estrada yo'nalishi bo'yicha ko'p bayramlarda chiqib yurardim. Akamning ustozi menga shu ovoz shug'ullantirish o'tgan paytida agar sen ham operachi bo'ladigan bo'lsang, yaxshi operachi chiqadi. Jose Carrerasday tenor bo'lasan, kuchli bariton bo'lasan deb shu paytda aytdi. Tinimsiz mehnatlar samarasi o'laroq 800 nafar nomzod ichidan bir necha bosqichli sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan Aqlbek 2 yil davomida opera vatani sanalgan Italiyaning eng mashhur La Scala teatrida ishlab, tajriba oshirish imkoniyatini qo'lga kiritgan ilk o'zbek san'atkoriga aylandi. La Scala teatrida har 2 yilda yosh ijrochilarni, shu 32 yoshgacha bo'lgan yosh ijrochilarni o'zlariga saralab, dunyo yuzidan saralab o'zlariga qabul qiladi. Oktyabr oyidan boshlanadi va niyatim shuki, men tez orada shu yaxshilab moslashib ketib, shu teatrda ko'proq asarlar kuylab va boshqa dunyoning eng katta teatrlariga ham yo'llanma olish. Oldinda yosh ijodkorni yangi bilimlar bilan birga dunyo sahnasida o'zini o'zbek opera san'atining umidli yulduzi sifatida kashf etish vazifasi turibdi. Operani vatani Italiya bo'lsa, Italiyaning Milan shahridagi La Scala teatri bu o'sha markaz hisoblanadi. Butun operachilar borki, hammasi shu La Scalada ashula aytgisi kelib, shuni arzu qilgan holda yashaydi. Men o'ylaymanki, bugun Aqlbekda yutug'i bizning maktabimizga berilgan, operamizga berilgan baho va O'zbekistonning madaniyatining rivojlanayotganligi. Umid qilamiz, opera san'ati yo'lida katta qadam tashlashga kuch topa olgan Aqlbekning muvaffaqiyati uning o'zi kabi izdoshlari safi yanada kengayishiga, dunyo sahnalarini zabt etuvchi ijodkorlar ko'payishiga sabab bo'ladi. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbosarov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.